Agar rozi bo'lsangiz, bu sizniki. Roziman. Sizlar ham sezyapsizlarmi? Qizlarda sevib qolish his-tuyg'usi borgan sari yo'q bo'lib ketyapti. Lekin nega? Kelinglar bir o'tmishga qarab ko'ramiz. Talablar evolyutsiyasi. 1950-yillarda eng muhimi erkak ichmasa va uyiga non olib kelsa bo'ldi edi. 1980-yillarda esa ozgina uy ishlarida yordam bersa kifoya edi. 2000-yillarga kelib esa ozgina tuyg'ularini tushunib, uni qo'llab-quvvatlasa bo'ldi edi. 2026-yilda esa hammasi tubdan o'zgardi. Oldinlari ayollarga qat'iyatli, bitta gapida turadigan, qo'pol qilib aytganda qo'rs erkaklar yoqqan bo'lsa, hozirgi kunga kelib erkaklardagi bu sifatlar xuddiki shaxsiy chegaralarni hurmat qilmaslikdek baholanyapti. Xullas, bu doston yoshi 22 da, student, juda ham tirishqoq va kelajagi uchun qattiq harakat qiladigan yoshlardan. Stipendiya oladi. Ikkita oxirigacha to'lab ulgurmagan kreditlari bor. Lekin yaqin 5 yil ichida omadi kelib kuchayib ketishiga kafolat yo'q. Lekin erkak kishining omadi bilan o'ynashma degan gap ham bor. Hammasini vaqt ko'rsatadi. Bu esa Shohrux aka, yoshlari 32 da, hayotlaridagi barcha orzu-niyatlariga allaqachon erishib bo'lgan. Ikkita kompaniya, 4 tadan oshiq shahar markazidan restoran. Qisqasi, ko'plab bizneslar asoschisi. Lekin bir marta uylanib, ajrashgan. Qizlar tanlov qilayotgan paytlari juda chuqur o'ylashadi. Hozirgi paytidan ko'ra kelajakdagi tug'iladigan farzandlari, ularning tarbiyasi va ta'limi. Hayotdagi hech qanday qiyinchiliklar farzandlarimizni kelajagiga ta'sir qilmasin deb harakat qilishadi. Bu bizga nimani ko'rsatadi? Ikki xil hayot, ikki xil dunyo. Doston uni juda ham qattiq sevadi, lekin sevgiga qorin to'yadimi? Ha, agarda biz 90 va 80-yillarda bo'lganimizda ushbu holatga to'g'ri baho bersak bo'lar edi. Lekin biz qizlarning keskin o'zgarib borayotgan fikrlash evolyutsiyasini kuzatib, shuni anglab yetdikki, ko'p foiz qizlar sevmasdan turib pulni tanlab baxtsiz bo'layotganlarini va ularning orasida baxtli bo'lib ketayotganlarini ham guvohi bo'lyapmiz. Bu mavzuda shaxsan men qizlarni ayblamoqchi emasman va bolalarni ham. Ya'ni menda aniq bir tomonga qarata tosh otishga aniq bir argumentim yo'q. Menimcha hamma shu narsalarni zamon bizga to'g'rilab qo'yganini ko'rib turibmiz. Kelgusi 50 yillarda yana nimalar o'zgarishi mumkin? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.